Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy Markaziy xabar torining 5-oyning 3-kundagi xabarda bildirilishicha, 1-may xalqaro emgakchilar bayrami mezgilida Sharq Turkistonning Qashqar shahri dunyoning har qaysi joylaridan va Xitoy o'lkalaridan kelgan millionga yaqin sayohatchini kutib olgan. Xitoy hukumatining yaqin yillardan buyon Qashqarni markaz qilgan atalmish taraqqiyot, savdo, iqtisod va sayohatchilikni rivojlantirish tashviqotlari ko'rinarli unum ko'rsatishga boshlagan bo'lib, bu yil 1-oydan 4-oygacha Xitoy o'lkalaridan kelgan sayohatchilarning soni 5,624 mingdan oshib, o'xshash mezgildagidan 43,47% oshgan. Sayohat kirimi 4 milliard 272 million yuanga yetib, o'xshash mezgildagidan 102,85% oshgan. Xitoyning deyishicha, Qashqar shahrining qadimiy shahar uslubidagi tabiiy manzaralari, bu joydagi xalqning o'zgacha madaniyati va alohida yemakliklari Qashqarning o'zgacha jalbkorligi texnik ko'p sayohatchilarni jalb qilmoqda ekan. Xitoy Tangritog' torining 5-oyning 3-kundagi xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyning yangi doklatiga qaraganda 2024-yil 1-oydan 4-oyning 30-kuniga qadar Qo'rg'os va Bo'rtala chegarasidan o'tadigan Xitoy Yevropa O'rta Osiyo poyezdlarining soni 5300 poyezd qatimdan oshgan. Xitoy temir yo'l tarmoqlarining deyishicha, Sharq Turkistonning Qo'rg'os va Bo'rtala rayoniga joylashgan atalmish qo'sh temir yo'l portlari Osiyo bilan Yevropani tutashtiradigan oltin kanal bo'lib, Xitoyning g'arbga chib etilishidagi ko'riklik rolini to'liq joriy qildirib, bu joylardan o'tadigan poyezdlarning soni yuqori pallaga chiqqan. Xitoy Yevropa O'rta Osiyo savdosi va o'zaro almashtirishni ko'rinarli yuqori ko'targan. Tegilnishicha, Qo'rg'os temir yo'l chegarasidan o'tadigan 81 Xitoy Yevropa O'rta Osiyo poyezd liniyasi, Bo'rtala temir yo'l chegarasidan o'tadigan 118 Xitoy Yevropa O'rta Osiyo poyezd liniyasi bor ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.